O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 5-8 aprel kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda ob-havo haroratining o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari, Chortoq tizmasining tog'lari hamda Namangan viloyatining Pop tumani tog'li hududlarida dengiz sathidan 2000 metr balandlikka qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilning 4-7 aprel kunlari yomg'ir yog'ishi sababli respublikaning 9 viloyatida hamda tog'li va tog' oldi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi xabar qilingan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.